Bizda mana qiziq holat 3940 ismi har doim virus infeksiya bo'lmasligi haqida. Mana bizning ikkita asal jajji bemorlarimiz oyisi menga 4 kun oldin 18-chisloda, mana 18-chisloda kelgan edingiz. Nima shikoyatlar bilan kelgan edinglar? Baland temperatura bo'lgan edi. 39.7, 39.5 o'shanda. Ikkala qizimizda. Ikkalovida ham. Aha. Undan keyin yo'tal, to'xtovsiz yo'tal bo'lgan. Xo'p, siz nima deb o'yladingiz boshida bu kasallikni? Gripp deb o'yladik, oddiy, shu shamollash deb o'yladik. Lekin tekshirtirganimizdan keyin biz qon analizlarida mikoplazma infeksiyasi chiqdi. Undan tashqari shamollash juda ham baland ko'rsatkichni ko'rsatdi. Bu gripp emas ekan. Yo'q. Mana bizda bemorimiz mana bugun chiqarilgan chislosi o'zi o'sha kun topshirgan 18-da mana bemorimizda mikoplazma infeksiya Marziyaxonda mana 72 SRB, mana Mazida xonimizda ham mikoplazma infeksiyasi 72 SRB. Ya'ni holatda 3940 ismlayotgan bemorlarimizga aytardimki, har doim gripp bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunishinglar va antibiotik terapiyani vaqtida to'g'ri boshlashinglar bemor samaraga olib keladi. Hozir ahvolingiz qanaqa? Hozir ancha yaxshi. Temperatura umuman chiqayotgani yo'q. Inshaalloh. Ancha holatligi yaxshi. Kimda shunaqa muammo bo'lsa, murojaat qilinglar.